Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan 4-mavzu, ya'ni zichlik mavzusi bilan tanishib chiqamiz. Zichlik nima o'zi? Nimagadir nisbati bu zichlik. Ya'ni nisbiy zichlik. Qanday zichligimiz bor? Bu misol uchun kislorodning zichligini toping deydi. Kislorod massasi qancha? 32. 32 ni bo'lib olishdan kerak 22,4 litrga. Demak, bo'ladigan bo'lsak 1,42. Kislorodning zichligi bu 1,42. Nimaga nisbatan zichligi? Hajmiy zichligi. Ya'ni normal sharoitingiz 22,4 bo'lsa, massasi esa 32 gram. Shuning uchun 32 ni 22,4 ga bo'lsak, nisbiy zichligi 1,42 gram millilitrga gram litr desangiz bo'lar ekan. Litrga teng bo'lar ekan. Tushundinglarmi? Sizdan endi yoki bo'lmasa boshqa bir element xohlagan bir moddani so'rash mumkin. Karbonat angidimning zichligini toping. Demak, buning massasi 44 bo'ladigan bo'lsa, 44 ni bo'lamiz 22,4 litrga. Shunda zichligi kelib chiqadi. 44 ni bo'lamiz 22,4 ga. Demak, 1,96. 1,96 mana gram litrga teng ekan. Hop, endi sizga teskari usulda ham berib qolish mumkin shu narsani. Ya'ni qanday o'zgaradi? Hop, zichligi savol ketyapti. Zichligi 1,96 gram litr bo'lgan moddani toping. Demak, ishni bilmayapti, faqat zichlikni o'zini beryapti. Nima qilishimiz kerak? Demak, 1,96 ni ko'paytirib olish kerak. Normal sharoitda hajmga 22,4 litrga ko'paytirishim kerak. Buni ko'paytiraman 22,4 ga. Bu 44. 44 bu qaysi gaz? Karbonat angidrid. Mana. Yoki bo'lmasam, bizga yana berish mumkin. Zichligi 3,57 bo'lgan gram litr bo'lgan gazni toping. Demak, 3,57 ni nechaga ko'paytirib yuboramiz? Albatta 22,4 litrga ko'paytirib yuborishimiz kerak bo'ladi. Ko'paytiramiz 22,4 ga. 80 demak bu SO3 gazi, ya'ni oltin gumurt oksidi bo'lar ekan. Mana bunday qilib zichlikni topishimiz mumkin bo'ladi. Demak, umumiy zichlikni topish formulasi qanaqa o'zi desa, demak, zichlik bu ρ deb belgilanadi. Zichlikni topishimiz uchun biz massani hajmga bo'lishimiz kerak ekan. Bu yerda demak, ρ zichlik, massa v hajm. Agar bordi siz hajmni topishingiz uchun nima qilishingiz kerak? Demak, hajmni topish uchun massani zichlikka bo'lib olishingiz kerak. Bordi-yu massani topish uchun nima qilish keraksa, hajmni zichlikka ko'paytirib yuborishingiz kerak bo'ladi. Mana bu asosiy formulasi hisoblanadi. Sizdan demak, hajmni zichlikka ko'paytirib qo'ysangiz, mana ko'ryapsiz, mana hajmni 22,4 litrga ko'paytiryapsiz, natijada 80 gram massa kelib chiqyapti. Endi hajmni yoki zichlik topish uchun, mana zichlik topish uchun mana 44 gramni 22,4 litrga bo'lyapti, 1,96 kelib chiqyapti. Endi hajmni topish uchun nima qilishimiz keraksa, mana misol uchun karbonat angidridning zichligi 1,96 gram millilitr bo'lsa, hajmni toping. Demak, biz nima qilishimiz kerak bunda? Hajm topish formulasiga qo'yapman mana. Massa ρ. Ya'ni massa karbonat 44, uni bo'laman 1,96 ga teng 22,4 litr chiqadi. Ko'ryapsizmi? Ya'ni 44 ni bo'lib olishim kerak ekan 1,96 ga. Shunda hajm kelib chiqadi. Bu hajm topish formulasi hisoblanadi. Demak, birinchi masalani ko'ryapmiz. Birinchi masala. Zichligi 1,43 gram litr bo'lgan gazni aniqlang. Demak, zichlik berilibdi 1,43. 1,43. Sizlarga ishlashni yana ham osonroq yo'li zichligi aniq. Demak, hop, hajm normal sharoit 22,4 litr. Hop, massa noma'lum. Massani topish uchun nima qilishimiz kerak demak? Hop, hajmni zichlikka ko'paytirishimiz kerak. Boshladik. Hajm 22,4 litr, zichlik 1,43. Ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, 32 bu demak nima bo'ladi? Kislorod. Ma'qulmi? 8-masala.
Zichligi 2,86 gram litr bo'lgan oltin gugurt oksidining oltin gugurtni valentligini toping. Nechidir oksid ekan? Demak, 8-masala. Hop, zichligi 2,86 ekan. Boshladik yana. Zichlik 2,86. Hajm normal sharoit 22 litr. Massani topishim kerak. Massani topishim uchun demak 22 litrni ko'paytirishim kerak 2,86 ga. Demak, 22,4 ko'paytirishim kerak 2,86 ga. Hop, 64. 64 bu oltin gugurtning 4 oksidi, ya'ni oltin gugurt 4 oksidi. Buning valentligini top deyapti. Demak, siz valentlikni topishni bilmasangiz, darrov o'rtadan chizing. Kislorod doim 2 valentli. 2 kere 2 4. Demak, bu yerda 4 valentli. Bilingki, bu yerda ham 4 valentli bo'lishi shart. U taraf bilan bu taraf teng bo'lishi shart. Shuning uchun demak, 4 valentli bo'lgancha oltin gugurt bu yerda 4 oksidi, ya'ni oltin gugurt 4 oksidi. Oksidlarni ham o'tib ketganmiz-da buni. Shuning uchun ham endi joy topishni bilmasangiz, mana shunday formuladan foydalansangiz ham bo'ladi. 13-savol. Zichligi 1,34 gram litr bo'lgan gazning molar massasini aniqlang. Tevadagi masalamizdan ekan. Zichligi demak 1,34, hajm 22,4 litr, massa noma'lum. Hop, 22,4 litrni ko'paytiraman 1,34 ga. 30. Demak, buning massasi 30 ekan. Azot ko'ksida bo'lishi mumkin, ha? 18-masala. Azot 3 oksidining geliga nisbatan zichligini toping. Demak, 18-masalamiz. Azot 3 oksidining geliga nisbatan zichligini toping. Ya'ni nimaga nisbatan zichlik desa, o'shanga bo'lib yuborishimiz kerak bo'ladi. Hop, misol uchun, azotning massasi, bitta azot 3 oksidining massasini topishimiz kerak bo'ladi. 48 plus 28 76. 76 ni bo'lishim kerak nimaga nisbatan? Geliga. Gelining massasi 4. Demak, 4 ga bo'lib yuborishim kerak. 76 ni bo'laman 4 ga 19. Mana javob 19 hisoblanar ekan. 23-masala. 23. Hop. Vodorodga nisbatan zichligi 10 ga teng bo'lgan gazni aniqlang. Nimaga nisbatan zichlik desa, o'shani ko'paytirib berishimiz kerak. Vodorodga nisbatan zichlik. Vodorod massasi nimaga 2? 10 ga teng deyapti. 10 ga ko'paytirib yuborishim kerak. 20. Demak, bu neon gazi hisoblanar ekan. Juda ham oson, ha? 28-masala. Geliga nisbatan zichligi 5 ga 5 bo'lgan moddaning vodorodga nisbatan zichligini aniqlang. Demak, qaysidir modda geliga nisbatan zichligi 5 ekan. Gelining massasi o'zicha 4. Buni 5 ga ko'paytirib yuborishim kerak. Dastlabki moddadan kelib chiqadi 20. Demak, bu neon ekan. Buni endi vodorodga nisbatan zichligini top deyapti. Demak, 20 ni vodorodning massasiga, ya'ni 2 ga bo'lib yuboraman. Natijada 10. Demak, zichligi 10 ga teng ekan. 33-masala. Zichligi 1,7 gram litr bo'lgan gazning vodorodga nisbatan zichligini aniqlang. Hop, demak, zichligi 1,7 ko'paytiraman 22,4 litrga. Natijada moddam kelib chiqadi. 1,7 ni ko'paytirib olishim kerak 22,4 ga. Normal sharoitga 38. Yana, demak, bu ftor ekan. Hop, demak, buni vodorodga nisbatan zichligini aniqlang. 2 bo'lsam 19 chiqadi. Javob 19 hisoblanadi. 38-masala. Vodorodga nisbatan zichligi 10 bo'lgan gazning zichligini aniqlang deyapti. Demak, vodorodga nisbatan zichligi 10 ekan. Hop, 2 ni ko'paytirishim kerak 10 ga. Natijada 20 chiqadi. Buning zichligini aniqlang. Normal sharoitdagi zichlik dedim, demak 22 ga 4 ga bo'lishim kerak. 20 ni bo'lib olishim kerak 22. 22,4 ga. 0,89. 43-masala. 43-masala. Hop. Zichligi 1,34 gram litr bo'lgan gazning 0,5 moli necha gram keladi? Hop, boshladik. 1,34 ni ko'paytirib olishim kerak 22,4 ga. Ya'ni normal sharoitga. 1,34 ni ko'paytiramiz 22,4 ga. 30. 30. Demak, 22,4 litr 1 mol 30 gram keladigan bo'lsa, mendan 0,25 mol ekan. 0,25 mol qanchasi? 7,5 gram keladi. Mana javob. 47-masala. Noma'lum gazning yod bo'lgan nisbatan zichligi 0,252 ga teng bo'lsa, shu gazning vodorodga nisbatan zichligini toping. Demak, 47-masala. Yod. Demak, massasi 254. 254 ni ko'paytirib olishim kerak. Men 0,252 ga. 0,252 ga ko'paytirib olaman. 254 ni ko'paytiraman 0,252. 64. Demak, 64 gaz. Buni vodorodga nisbatan zichligi 2 ga bo'lib qo'ysam,
32 demak. Bu 32 ekan. Sizlar bilan mana shu joyda kimyo darsini tugatamiz. Bizning kuchaytirilgan onlayn darslarimizga qatnashmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga telefon qiling.